بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlar. Her bir Müslüman kıyırındaşımızın dünyada mı, ahirette mi baxt saadetke erişişi ve özümü baxtlik bulup etrafındaki kıyırındaşlarının mı baxtlik buluş için lazım bulunduğun şart yanıla kıyırındaşlıkның əmilləşi boğaçqa muşu kıyırındaşlıkını əmilleştiriş için lazım boğan taleplerden birisi sög yetkizиш. Müslüman qandaq bir dünyada, qandaq bir cemiyette, qandaq bir vaziyette yaşaydiken şu Müslümanğa nispeten eleve etkan vaxtıda xuddi bilik su yaşsa su bilikqa nispeten bir hayatlık bulğunudayt Müslüman kıyırındaşlar, Müslüman cemiyetler, Müslüman cemaatler Müslümanğa nispeten bir o yaşaydıgan, o nefesini dıgan, o birge hayat keçirdigan, o onundan daim yaxşı ümit ve yaxşı arzu ve yaxşı boğan nişanlarını vujga çıkırışta birge hemkarlaşıdigan hakiki bu bir suğa xuddi bilik ihtiyaclık boğanıdayt her kandak bir mümin kıyırındaşның, her kandak bir mümin Müslümanның Müslümanlar kıyırındaşlığı arasında yaşı bir bilik suğa okşaş, suda yaşağınğa okşaş, onun Müslüman kıyırındaşla bir hayatlığı, onun Müslüman kıyırındaşla bir cemiyeti, onun Müslüman kıyırındaşla dünya ve ahiretlik gayesini vücutqa çıkırış, düşmanları üstüden galbiga eriş için hakiki boğan emeli meydanı kıyırındaşlarımız. Şunun için biz muşu kıyırındaşlık özara birisi birisimizge hakiki hissahsık kılışta biz Müslüman kıyırındaşlarımızga nispeten bir bilikqa su onunla nefesiniş, yaşaş, bir derya, bir kölçek, onun için bir yaşaş muhiti bulgandek, biz Müslüman kıyırındaşlarımız için yaşaş muhiti, Müslüman kıyırındaşlarımız için hakiki özara birisi birisimiz bilen künişeş, dostluk izhar kılış, birisi birisimizge yevrekli buluş cemiyeti meydanı bulaldık mı? Birisi birisimizge hakiki küniş ve ülpetini emniyette meydana keltürelidik mi? Bunundan özümüzden soruşumuz gerek kıyırındaşlarımız. Biz her kandak bir Müslüman kıyırındaşla ve her kandak bir Müslüman rehberle ve her kandak bir cemiyet yetekçileri ve her kandak bir kıyırındaşlarımızdan bir sualını sorap, ularını toqtip koyup, ularını olaysız kılıştın burun biz özümüzden sorap bakaylı ki biz yeni bir Müslüman kıyırındaşlarımızga nispeten elbet kançaqda bir aqıtım nefessinişiga, bir aqıtım dep tinibilişiga, bir aqıtım ko'nglining hoş buluşiga, bir aqıtım arzu armanlarının vujudga chiqishiga, bir aqıtım g'oyasiga yetish uchun bir qitimliq bir nefsiga hamkorlashdiqmi? Buni o'zimizdan so'raydi. Bir qitimliq bir nefsi uchun, bir bilikning bir qitimliq tinig'ilish uchun, bir su, bir qitimliq onunğa hayatlık bağışıgandek, onunğa biz dostluk, kıyırındaşlık bağışıdıqmı? Özümüzden sorak qalaylı kıyırındaşlarımız. Şuna Ömür ibn Hattab radiyallahu anhu men hasib nefsehu lem yuhasab. Bir adam özüdün Allah'ın aldığı berip boğaça hesap alsa kıyamet günü ise hesap edilmeydi dedi kıyırındaşlarımız. Şunun için biz özümüzdünki hazır turuvatkan cemiyetlerde barlık Müslüman kıyırındaşlar bizden azayimiz da olsak şu Müslüman kıyırındaşlar biz ile bir yaşayan şu cemiyette bizninki muhabbetimizga, dostluğumuzga, kuyunishimizga, öpü kılışımızga, ularninki bizden hakiki kıyırındaşlık tüpeyliden algan, yaxşı boğan soğutuğa onu iyi buluş gerek. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge şundak tavsiye kıldı ki Bismillahirrahmanirrahim La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsih
Qaranglar hadisdagi ma'noni. Sizlarning biringlar komil, to'liq mu'min bo'la olmaydi. Ya'ni bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Allah haqiqiy, haq ibodat qilinishga haqliq. Barliq yalgan ilahlarning hammasi insonlar o'ydirib olgan yalgan narsalar, hammasi yalgan deb haqiqiy tavhid aqidasiga ishonib Allohni qalbimiz bilan, ruhimiz bilan, vujudimiz bilan, amidimiz bilan haqiqiy bizningki barliq ishlarimizga plan, huquq, hukm yurgizgichi, yaxshilik, yomonlikni belgilab bergichi, bizning siyosat, hukm, davlat, qonun har bir ishlarimizga yetakchilik qilguchi faqatlam Alloh va uning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizningki dunyo va oxiratlik har bir ishimizda Alloh taolo keltirgan, Alloh tushirgan buyruqlarni bizga amaliy hayotda to'liq ko'rsatib, bizga dinni to'liq yetkazib ketgan. Gunoh dinda emas, balki bizningki mush dinga to'liq amal qilishga o'zimiz tirishmaganlikda, balki biz dinni to'liq tushunishga urinmaganlikda, dinning bir tarafiga esasak, bir tarafini tashvatganlikda, o'zimizning uyining darizasidan sirt qarab, butkul dunyo men qaragan mush darizadan ko'ringan ya dunyo deb qarab o'zimizningki bunda bir sirtiga chiqib qaragan vaqtimizda hatto bizning ho'ylimiz ya biz turayotgan jamiyatdan dunyoni ko'rganimizmi hech kep qatqanligini uqmay faqat uyimizning darizasidan qarab mush iymon mush din mushu men bilganilam to'g'ri deb turadigan Qur'on hadisni umumiy hayotimizga silib har bir taraflarimizni Qur'on hadisning nuridan umumiy hayot amitimizden ve şundakla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin umumiy hayat amitinden alıdığan hem amitimizni umumiy hayatka Peygamber aleyhisselam ve sahabelerinin umumiy hayatıga salıdığan mana muşundak bir hayat düşünce bizde bağmı deydiğan mındak bir ameliyat, mındak bir iman, mındak bir hakikat bizde boğmay turup biz özümüzni tıkı biz haqiqiy musulmon boshqa musulmon emas deydigan hatto quruq da'volarga kirib ketadigan mana shundoq yo'llarimizdan bizni saqlaydigan ishning birisi birinchi qilib mushu haqiqiy iymon bizda bo'la olsa biz qanday qilishimiz kerak ekan desa o'zimiz yaxshi ko'rgan har qanday bir narsani o'zimizning mu'min qarindoshiga qanday qilishimiz kerak? Suyish, yaxshi ko'rish, uni özümüzün mümin qarindoshiga haqiqiy özümüz yaxshi ko'rgan ishni ular qata bildirish, tushundirish bizning mas'uliyatimiz ekan qarindashimiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'izu billah qala ya qawmi inni lakum nadirun mubin an i'budulloha wattaquh wa ati'uni yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Qisqani so'z Nuh alayhisalom dediki ey qavmim, haqiqatan men sizlarga uçq aşkarı agahlandırğuchi. Nima deb? Alloh taologa ibodat qilinglar. Alloh subhanahu va taolodan farzgar bo'linglar. Alloh buyurgan ishlarni qilishda, Alloh to'sgan ishlarni yanishda, Alloh taolodan farzgar bo'linglar. Mağlam, yani men Alloh taolodan ilib kelgan payg'ambarlikka itoat qilinglar. Shunda qilsanglar, Alloh sizlarning gunohlaringizni kechirim qiladi. Sizlarni belgilangan ajalgacha halok qilib atmay kechirtirdi. Deb Alloh subhanahu va taoloninki hidoyatini, Allohning payg'ambarligini Nuh alayhisalom yetkazdi. Hattoki Nuh alayhisalom shunday dediki: Rabbi inni da'awtu qawmi laylan va nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Haqiqatan men mening qavmimni kechilikda, kunduz kunlikda da'vat qildim. Ularga mening da'vatlarim faqat mendan qechishni, mening da'vatimdan qechishni ziyada qildi. Deb undan deydi, haqiqatan men har qachon ularni da'vat qilsam, ularga Allah Taala'nın günahlarını kechirim qilish uchun ular barmoqlarini quloqlariga tiqib oldi, kiyimlariga bo'ginib oldi, ular kufri, zulm, gunoh ma'siyat ustiga cho'ntirib oldi va haqqi bo'ysunishdan o'zini nihoyat qattiq ching tutdi. Deb Nuh alayhisalom ularning amaliy bayonini mushundoq bayon qildi qarindashlarimiz. Demak, biz bir mu'minga nimani yaxshi ko'rganmiz? Birinchi qilib uning fikrining, onun akidesinin, onun düşüncesinin, onun maneviyatinin, onun ruhinin, onunki hakiki yürek katlamlarının Allah'ını suyuşke, tevhid akidesiga, Allah'ın peygamberlerine agishke,
Allah'ın yoluga mustahkam turishqa, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning elchiligini qabul qilishqa, dunyoda nay yeyishni, suv ichishni, mashina haydashni, aeroplan haydashni, yo'lda ketib berishni o'rganishdan sirt haqiqiy ma'nodagi hayotlik bo'lgan o'zining dunyoga nima ishga kelgan, nima mas'uliyati bor, nega boradi? Dunyodagi uningga berilgan barliq iymoniy ne'mat, barliq moddiy ne'mat va shundaqla hozirgi zamondagi barliq fan taraqqiyot, oila, turmush, ayol, avlod har bir şeyi onunla sınaq üçün berilgan. Muş sınaqni haqiqiy joyida o'tardimi, o'tganmidimi? Mushu haqiqiy bo'lgan to'g'ri tushunchaga, to'g'ri safoga, to'g'ri haq adolatga yetaklash, mushuninga chaqirish, mush o'zimiz yaxshi ko'radigan do'zaxga kirib qolmaslikqa, bu dünyada bu dünyanın dövzəxi bo'lgan, bu dünyanın xafılıqı bo'lgan, bu dünyanınki cəfası bo'lgan Xitay kommunistlərinin qulçuluğunda qaladigan, shundaqla Allah Taalaga ishonishdan mahrum qaladigan, iymondan mahrum qaladigan, hidoyatdan, dindan mahrum qaladigan, ana shundaq Sharq Turkiston zaminida hozir bizning xalqimiz chekayotgan, Qur'oni Karimni o'qiyamayotgan, Qur'oni Karimni so'zlayolmayotgan Allah Taala buyurgan, Allah Taala tushirgan namozini o'qiyamayotgan, Allah Subhanahu va Taala buyurgan halol narsalarni yesh, uni do'konlari, jamiyatlari, bozorlari, uylarida ishlatishga ruxsat qilinmayotgan, hattoki harom, har turli harom narsalarni mana mushundaq haqiqiy iymonliq Allohga ishonguchi musulmon Sharq Turkistonlarga, Sharq Turkiston musulmonlarga mana shundaq harom bo'lgan, har xil narsalardan tugilgan juvovlarni, kumlaklarni mushchag'al munosabat bilan yugizayotgan, haromga ko'ndirayotgan, uylarga har turli ana shundaq pisanda kofirlarni akirayotgan, bizningki musulmonlarimizdan imoniy axloqni, halol harom tuyg'usini, Allah Taalaga bo'lgan hurmatni, payg'ambar alayhisolatu vasallamga bo'lgan haqiqiy suyishni, Allohning mastirga bo'lgan haqiqiy qalbining bog'lanishini, Allohning so'zi bo'lgan Qur'oni Karim qarta hurmat, uni hurmatlab, uni kuynab, uni so'zlab, uni o'qish, uni bilishni, ustoz, ulamolar, dindor rahbarlar qarta ularni qo'llashni yo'q qilayotgan dindor ustozlarimizni kech kunduz tutib so'lab onu qandaq qilayotganligini biz bilmagan holatda necha million ustozlarimizni, necha million qarindoshlarimizni, necha million oshingizlarimizning sharmi hayosini, ularning hayotini hozir yo'q qilayotgan mana shundaq bir paytda biz cho'qim musulmon qarindoshlarimiz Sharq Turkistonning mayli sirtida bo'lsin, mayli ishida bo'lsin, birinchi bizni qalbiga erishtiradigan narsa to'g'ri tushuncha, to'g'ri iddia, to'g'ri iymon, to'g'ri bo'lgan haq yo'lga yetaklash. Mush payg'ambarlar chaqirgan yo'lga mangdirish. Xitoy kommunistlardek va Yahud xristianlardek, mushriklardek har turli ozg'unlik yo'lga mangan kishilarning yo'lga mangmaslikqa boshlash. Xalqimizningki iddisini haqiqiy haq adolatga, zulmni qarshi turishga, o'zininki haqiqiy erkinligini, o'zining dini bo'lgan haqiqiy hayotini, qadr qimmatini to'lishga ölsümü, şehit bulsumü, canı hayat kesimi, Sharq Turkistondagi musulmon qarindoshlarimiz, va chet eldagi barliq qarindoshlarimiz, kofir Xitoy kommunistlarning ana shundaq kech kunduz bosh surishi bo'lsimi, iymonni deb shahid bo'lishni, iymonni deb hayotini qurbon qilishni, iymonni deb barliqini atashni, iymonni deb o'zining axloqi, erkinligi, o'zining diniy qimmatini deb Allah Qur'oni Karim deydi, Allohni ular haqiqiy qadrlashni qadrlamaydi deydi. Ana shundaq Allohni haqiqiy qadrlamaydigan, "Va ma qadrulloh haq qadri", Allohning qadr qimmatlarini haqiqiy qimmat bilmaydigan shundaq munofiq, fosiq, xoin kofirlarni Alloh taolo so'kidi. Mana shundaq kishilardan bo'lib qolmay, biz Allohning qimmatini qimmat biladigan, Allohning qadrligini qadrlaydigan, Allah rozi bo'lgan yaxshi ishlarni hurmat qiladigan, mushundaq bo'lishqa bizning Sharq Turkiston musulmonlarimizning mayli vatandagilar bo'lsin, mayli chet eldagilar bo'lsin, buni yetaklash, bularni da'vat qilish, kech kunduzni ulab bizning so'zimiz haq adolat nasihatlarimizni, haq chaqiriqlarimizni, yozmalarimiz,
her türlü torlarımız, kompüter, internetlerimiz, her kandak bir meydan sahalarımız ve her kandak bir emeli meydanlarımızda ziyalilerimiz, rehberlerimiz, kırındaşlarımız, barlık Müslümanlar hak adaletini dünyaya yetkişimiz, özümüz yaxşı ko'radigan ahirette cennet turishni, bu dünyada erkin yaşashni, bu dünyada g'albilik yaşashni yaxshi ko'radigan mushundaq biz bir mümin bo'la olsak, mush yaxshi ko'rgan mush haqiqatga atrofimizdagi musulmon qarindoshlarni, Sharq Turkiston musulmon qarindoshlarini yetaklashimiz, o'zimiz erkinlikka erishishni, g'albiga erishishni, ashundaq Sharq Turkiston ziminlarimizning xo'jayinlari, huquqdorlari, iymoniy haqiqatlarni namoyon qiladigan haqiqiy adolatparvarlari riyoxo'r emas, mana mushundaq mu'minlarning bo'lishini yaxshi ko'ra bo'lsak, jannatni Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishni yaxshi ko'ra bo'lsak, ma bizningki jamiyatimizda yashayotgan her türlük yaş avlatlarımızı, Şarkı Türkistan halkını, etrafımızdaki Müslüman kardeşlerini biz mana şu hakikat yoluga Nuh Aleyhisselatü Vesselam yeteklegendek, Adem Aleyhisselatü Vesselam öz avladını yeteklegendek, bizge kaldırıp ketken hidayetini toğulga yetkizgendek, Muhammed Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam'ın iznilmagan barlık salihler ve bizden Şarkı Türkistan zeminindeki barlık ustaz, qarindoshlar va barliq haq adolatini deb turmida netchil yazsimi, jamiyatda bir haqning so'zi bo'lganlik uchun etib ketsimi, bir haqning so'zi bo'lganlik uchun kesib ketsimi, bir haqning so'zi bo'lganlik uchun til ahoratlar qasimi haq adolatni yetkizgan nurg'ulg'an xonim qiz haqiqiy Fir'avnning ayoli haqiqatparvar Osiyoga o'xshash Maryam alayhissalatu vassalam, anamızga o'xshash Zeynep, Ayşe, Hadice izlana o'xshash haqiqatparvar analarımız, singillarimiz, barliq dini ve talib ve ziyali bo'lgan vatanda qolgan singillarimiz ve shundaqli barliq ustoz qarindoshlarimiz her bir Allah uchun o'zini qurban bergan shu haqqoniyatchilarimizninki haq chaqiriqlarini qabul qilib biz özümüz yaxshi ko'rgan haqiqatga atrofimizdagini kech kunduz chaqirishimiz, shuning uchun barliqimizni qurban qilishimiz va shundaqla at akşam har qandaq bir vaqtlarimizda alohida vaqt ajratib o'zimizning oilasiga, jamiyatiga, atrofiga, musulmon qarindoshlarga mushu hozirgi zamonda hozirgi zamonninki eng ashaddiy muhim bo'lgan dinimiz va siyosat jihatda mush Xitoy kommunistlarining uzun muddatlik bizni chet ellarga qo'g'lab chiqib, iymonimizdan, dinimizdan, haq adolatimizdan, haqiqiy to'g'ri yo'limizdan voz kechtirib, bizni dunyodami, oxiratdami bir kog'i kelmaydigan nomi va haqiqiy amriyat yo'q, jismi va ruhiyat yo'q, ko'rinishi va mohiyat yo'q bir yolg'on bir insonga, hatta musulmon degilim bo'lmaydigan yolg'on bir insonga, yolg'on bir tushkun insonga aylantirib chiqib tirishayotgan mush Xitoy kommunistlar oldida biz haq adolatni o'zimizning avlodiga, atrofidagi qarindoshlarga, musulmonlarga yetkazishimiz, tushuntirishimiz bizning ustimizga vojib qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taoloninki bizga qarta bo'lgan haqiqiy talablarini o'rindaymiz deydi ekanmiz. Biz yaxshi ko'rgan har qandaq bir yaxshilikqa atrofimizdagi qarindoshlarni boshlamasak haqiqiy to'g'ri musulmon bo'la olmaymiz. Endi ikkinchi qilib Alloh subhanahu va taolo bizni mush haqiqatga boshlashda qandaq mas'uliyatni ustimizga olgan desa, biz atrofimizdagi insonlarni her türlük davet faaliyetlari bilan, her türlük nasihat faaliyetlari bilan chaqirishga buyurgan. Mesela Nuh Aleyhisselatü Vesselam men oshkor qildim, yushurin qildim deydi. Demek biz qilayotgan xizmatlarimizda biz tushunchamizni o'zgartirishimiz kerak. Televizor, radio, internet, biz turayotgan davlat shaharlarda biz her xil tillarni o'rganish orqali her xil dünyadaki her qandaq bir özümüzün haq adolatini, özümüzün haqqını qo'daydigan her qandaq bir kuch olsa, her qandaq bir haqqoniyatni qo'daydigan, her qandaq bir kuchliq bilim bo'lsa, uni egallash orqali andin biz öz qavmimizga, öz xalqimizga, öz ziminimizdagi musulmon qarindoshlarimizga xizmat qila olamiz. Ana ularni biz dunyoninki va oxiratninki baxtsizligidan chiqara olamiz. Ammo biz özümüzün atrafındaki Müslümanlarını ve qarindoshlarimizni haq adolatga yetkazishda biz ilim bilan,
bilim bilan, tushuncha bilan, hozirgi zamonning barliq taraqqiyot bostiri bilan va har qanday bir jihodiy xizmatdimi yangi tushuncha bo'lgan taraqqiy qilish bostiri bilan harakat qilish, da'vat qilish, jihad qilish, dushmanni qo'qtalig'idek xalqaro bisim paydo qilish, mana shundoq amaliy ham jonimiz, hayotimiz, aqlimiz, fikrimiz bilan jihad qilish iborat bo'lgan, qalamimiz, harakatimiz bilan barliq to'r va barliq harakatlar va namoyishlar bilan o'zaro qiyindoshligimizni joyida qilib xizmat qilishdan o'zaro birsimizga haq adolatni yetkazmasak va biz turayotgan davlat va zamin va shaharlarga haqiqiy biz mu'min qarindosh da'vosak, shu mu'min qarindoshlarga o'zimizning nolalarini, o'zimizningki zulmga ushayotganligini, o'z zaminimizning xalqimizning zulmga ushayotganligini, ularni bizning haq tarafimizda bilib bo'lib berish lozim mas'uliyati borligini dunyo xalqiga anglatmasak, u vaqt biz o'z mas'uliyatimizni, qarindoshlik mas'uliyatimizni joyida ado qilmagan bo'lamiz. Demak, Nuh alayhisolamni ana shundoq barliq kuchini joyida ado qilib, undan keyin Alloh subhanahu va taologa ondan şu kavmini halak qilib berish to'g'riliq duo qilgan. Anna Allah subhanahu va taolo Nuh alayhisolamning duosini ijobat qilib, shu qavmni suv bilan halak qilgan. Yine Allah subhanahu va taoloning shu dengizda yine mavjud. Allah subhanahu va taolo doim kuchli, qudratli. Valillahi junudus samawati vel arz. Allah taoloning osmon va zamindagi hamma narsa Allohning qo'shig'ini qarindoshlarimiz. Shuning uchun Allah taolo deganni joyida qilib, biz e'tiqod, axloq, qarindoshlik, do'stlik, amaliy harakat, amaliy bo'lgan xizmat va safa, tushuncha, jihad, da'vat jihatda hammamiz amaliy qarindoshligimizni joyida yetkazib, haqiqiy birligimizga kelib, Allohning degan chaqiriqni qabul qilib, to'g'ri yo'lda haqiqat maydonida mustahkam tursak, Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhisolamning qavmini haq qilgandek, haqiqatdan olmayotgan kofir qavmni Fir'avnni haq qilgandek, Allah subhanahu va taolo zolim Xitoy kommunist kofirlarini halok qilishga va Yahud Isroiliyalarini halok qilishga Alloh taolo qodir. Alloh subhanahu va taoloning dunyo oxirat baxt soatini tilaymiz. Dunyo va oxirat har qanday bir zolim kofirlar qarta o'ziningki haq adolatini turg'izib, ularning zulmlari, ularning tajovuzliklari, ularningki yomonliklarini yo'qotishni va ularni yo'qotishni, haq adolatni ko'targan haqiqiy islom, haqiqiy xolis musulmonlarni qalbiga erishtirishni, Sharq Turkiston musulmonlarini qalbiga erishtirishni va barliq dunyoda zaif, ojiz qolgan musulmonlarni hammasi qalbiga erishtirishni Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz. Demak, bu hadisning xulosa ma'nosi biz o'zaro birsimizga yaxshi ko'rgan har qanday bir ishda birsimizga yaxshi ko'rish orqali birimizni quvvatlasak, ondan Alloh subhanahu va taolo bizga yordam beradi. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain.